Hop, fizika milliy sertifikat savoli. Demak, masala shart quyidagicha bitta yoritgich bor. Yoritgichning shu yorug'lik manbaining yorug'lik kuchi 200 kandela bo'lsa, o'sha yoritgichning to'liq nurlanish oqimini toping. Ya'ni yorug'lik oqimini topishimiz kerak. Bizda yorug'lik kuchini formulasi F taqsim yorug'lik oqimini o'sha fazoviy burchakka nisbatan. Endi to'liq fazoviy burchak sferani to'liq fazoviy burchak sfera shaklida yorug'lik manbai. Sferani to'liq fazoviy burchagi biz bilamiz 4 ta pi ga teng, ya'ni omega fazoviy burchak omega bilan belgilanadi. 4 ta pi. Demak, olib qo'yamiz. Mana juda ham oson. Bu yerdan f topadigan bo'lsak, i ko'paygan 4 ta pi bo'lar ekan. Demak, 200 ko'paygan 4 ko'paygan 3,14. Demak, ikkita 4 ta 3,14 ga bo'lsak 12,56 bo'lardi. Xo'p, ko'paygan 200. Demak, javobi ikkitadan o'lsak 1256 ni 2 ga ko'paytirsak 2 bir yoqda 10 11 bir yoqda 4 2 2400 500 bo'ladi. 2512 ekan. Mana 2512 lyumen. Lyumen yorug'lik oqimining birligi lyumen bo'ladi. Mana bo'ldi. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiyinroq va qiziqarli masalalar tushuntirib o'taman. Rahmat.